Jonim. Şu qorni ochgan paytda hozir bir 4 ta qiyma, piyoz bilan, 4 ta kuskavoy bo'lsa-da. Zo'r bo'la. Kuskavoy kalla. Jonimga tegdi-ku, o'zi yashashdan maqsadi nima? Tiling chiqib qoptimi seni, ha? Tirrancha? Kallada balo ham yo'q. Luboy klient kelsa eski musor narsani aka, koreyskiy рабочий deb chiqishni bilasan xolos. Ustangga unaqa gapirma. Ustani qarg'ishi yomon bo'ladi aytib qo'y. Nima? Sen ustamisan? Sen nimalar bilasan? Seni biladigan narsang faqat bitta narsa. Qayerda, qaysi oshxonada ko'proq ovqat suzib berishi va qayerda ehson bo'layotganligi. Mashinani qayerda namsanga elekishdimi? Bir yaxshi novvoyxonada ishlab yurgandim. Ustangga tik boqma. Iymoning saqla. Shogirdsan, sen doim burchingni oqla. Ustangga tik boqib shunaqa gapirsang, bir kun shogirding ham aylan tinga tepmoqi mumkin. Maya qara uka, sen xafa bo'lma. Ular baribir seni haydab yubormoqchi edi novvoyxonaga. Qaydan bilasan? Yuribdi narsa ko'rsatadi. Tur, ketdik. Nima qilamiz bu yerda? Ha, yur. Anqaymasdan mana unga qara, beparosat. Bu ko'rdingmi? Ustang ikkita oldi shundan. Bo'ldi. Sen endi u yoqqa borishingni hojati yo'q. Nima bu? Nimaligini bilmaysanmi? Bu sandaqa novvoy shogirdlarning 4 tasini ishini qiladi. O'zi xamir qiladi, zuvala qiladi, hamma narsa qiladi xullas. Yopib bermaydi, xolos. Xudo xolasa hammasini mana ko'ryapsanmi? O'zi qiladi. O'chir, buzib qo'yasan. O'chir. Kelma. Voy. Menga qara. Agar tanish novvoylaring bo'lsa, shogirdini chopaman deb yurgan bo'lsa, o'zimizni Kosonsoyda Hoji Akbar degan yigit yasayapti. Undan tashqari 6 oy garantiyasi bilan butun Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya desam, butun O'zbekiston hamma joyga yetkazib beryapti. Qo'li gul bola, qo'li gul. Svetofor ham yasab qo'yaveradi kerak bo'lsa. Ana, yasab qo'yibdi. Qani, menga qarachi, endi nima deysan endi? Ketaman deb. Buni qo'ying. Latif akaning oshxonasi bugun ehson edi-ku. Aytmaysanmi shuni? Mol senga tushuncha yara ehsonga boramiz.